Tokio 2020 yozgi paralimpiya o'yinlariga litsenziya qo'lga kiritgan paradzyudo va parapowerliftingchilar hamda ularning murabbiylari taqdirlandi. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida joylashgan Bildirsoy oromgohida bo'lib o'tgan tadbirda 16-yozgi paralimpiya o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritgan sportchilarga 100 million so'm, murabbiylarga esa 50 million so'm miqdorida bir martalik pul mukofotlari topshirildi. Marosimda bevosita Milliy olimpiya qo'mitasi raisi Rustam Shoabdirahmonov hamda Milliy paralimpiya qo'mitasi raisi Muxtorxon Toshxo'jayevlar ishtirok etdi. Tog'li zonada o'quv mashg'ulotlarini olib borishimizga qaramasdan tog'gacha chiqib kelib mana bizani taqdirlashdi. Bunday e'tibor uchun birinchi navbatda muhtaram prezidentimizga, Milliy olimpiya qo'mitasi, Milliy paralimpiya qo'mitasi, Sport va turizm vazirligi va boshqa barcha murabbiylarimizga, o'zimizning shaxsiy murabbiylarimizga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Va bizga bildirilgan bu ishonch va taqdirlashlar bizga paralimpiya o'yinlari oldidan katta motivatsiya bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Paralimpiyachilar ularga qaratilayotgan yuksak e'tibor hamda g'amxo'rlikdan minnatdorligini bildirishdi va paralimpiya o'yinlarida bor kuchlarini ishga solib yuqori natijalar ko'rsatishga va'da berishdi.